Furamiz to'la drabilka keldi. Ana Muxu ustodan to'la drabilka vodiydan keldi. Shu kecha ana nomerlari. Yanchar brendi. Hozir videoda davomida ko'rsatib chiqamiz qanaqalari bor. Ana Buxoroda, Peshkuda. Ana Yanchar brendi. Muhriddin. Assalomu alaykum Muhammad aka. Xuddi mana shunday Yanchar Muhriddin brendi va chekmonalarni urilgan drabilkalarimiz har bitta xonadonga yetkazib beramiz. O'z oyda biz skidkalarni qildik Muhammad aka. 1.8 million so'mdan drabilkalarimiz 2.600 million so'mdan qildik. Ilhom Sharopov kanalidan ko'rib kelganlarga. Drabilkalarimizga keladigan bo'lsak, texnik xarakteristikasi deydi rus tilida. Shunday. Xarakterini bitta tushuntirsak, 6.5 kilovatlik mis bitta yaqindan ko'rsatasiz, mana bu yerda Ilhom aka, mana bu yerda o'zini puskatili bo'ladi, o'zini puskatili, bu tashlaydigan puskatili, samozashtasi motor tiqilganda bu tashlaydi. Avtomatik tashlaydi. Yaxshi. Ko'tarasiz, o'chiradi. Shu narsadan bitta bosganda yana ishlab ketaveradi. Kuymaydi degani bu. Avtomatik shunday ha. Bizda yupqa material bo'lmaydi. Mana bu narsani bitta terib samolyotga bitta ruchka bilan o'chirasiz. Ana. 4 xil setga qo'yiladi. 4 xil setga qo'yiladi. Mana bu. Bitta qanligiga e'tibor bering. Mana metalning qalinligini qarang. Qalin metal. Nechtalik? Bu boshda 1 sm ekan a? 1 sm chiqadi. Pichoqlarning soni 34 ta. Malatoq bilan birgalikda. Kalyonni pichoqlari bo'ladi. Xo'p, qalinligi ana bunisi maxaviga e'tibor berasiz. 1.5 sm, 2 sm. Maxavika? Quyma maxaviklar. Quyma ana. Bunimiz mis variantimiz 2.600 million so'm. Alyuminlik variantlarimiz bor. Boshqasi sinmat bo'lmaydigan, setkasi bokovoydan kirib chiqadigan oson variant qilib tayyorlangan. Narxiga keladigan bo'lsak, bunimizni 1.700 million so'm, 1.800 million so'm. Ana. Alyuminli motorlar bo'ladi, to'g'rimi? 1.700 million so'm. Ana. Qizig'i Ilhom aka, bularni hammasiga garantiyamiz. Motoriga 1 oydan yozib beramiz. Biz tilda aytdi, menga ishoning, tamom mana shu yerda shunday yozib beraman deyaptilar usta ana. Hamma joyga qog'oz gapiradi. Ana. O'z aka ukaga ham ishonch. Shunday. Ana. Drabilkalarni cheklamagan miqdorda bor, furani ko'rsatish. Ana bir fura to'lib yotibdi yo'q drabilka. Shu kechasi kelgan. Xuddi shunday issiq qiladigan turibdi. Xo'p, bularning motori 6.5 kilovatlik, 3.5 оборотlik bo'ladi. Garantiyalari 1 oydan beriladi. 4 tadan setka hamma drabilkamizga. 4 xil setkalari bor, shundaymi? Bug'da ham o'tkazasiz, o't ham o'tkazadi. Keyin arzon variantga keladigan bo'lsak, arzon varianti farqi faqat maxavikda bo'lmaydi. Bu ham zo'r 6.5 kilovat, 3.5 ming оборотlik. Mana bu yerda qalinlik farqini ko'rsatasiz, mana bu farqi. Aha, metalda farqi bor ekan. Mana shu yerdagi farqi, lekin eng trendda ketib turgan narsamiz shu. Yengilroq. Hozir 2 million 400 ming so'mdan edi. Keling, buni ham bonus qilamiz aka, ketsin, boydan ketsin, bo'lsa xalqqa bo'lsin. 2 million 300 ming so'mdan. Ana, 2 million 300 mingdan. Bu trenddagi ekan, trendda yengil, narxi ham yengilgina. Xuddi shunday. Narxi buni dastavka qismati buni ichida yo'q. 2 million 300 ming so'mdan qilib beramiz. 2 million 400 ga 2 million 300 ming so'mdan qilib beramiz. Dastavka xizmatlarini kelishamiz. Shunday. Pichoqlarning soniga keladigan bo'lsak, 28 ta malatoq bilan birgalikda bo'ladi. 28 ta, 30 ta, 32 ta xuddi shunga yaqin bo'ladi. Ana. Bunimiz motori ham mis 6.5 kilovat, 3.5 ming оборот. Mana bunaqa dastonkalar beriladi. Ichida hammasi setkalari, hammasi ichida. 4 xil setkalar bilan deyapti. Drabilkamizdan tashqari bizda jo'da apparatlarimiz bor. Xudo xolasa bugun jo'da apparatlarimizdan yetkazadi. Jo'da apparatlarimizni ko'rsataman desam, katta partiya aka ko'proq jo'natamiz, shu ulgurmayapmiz. Ochig'i jo'da apparatlarimiz ham ijtimoiy tarmoqlarda Eko Buxoro kanalini kuzatib o'tirganlar yaxshi biladi. Luboy narsani kesadigan, almasni toshdan diskidan bo'ladigan jo'da apparatlar. Ko'rsataman desam o'zi tugab qolgan ekan, Ilhom aka. Keyingi safargi videolarimizda xudo xolasa telefon qilasizlar, top beradilar. Albatta, top beramiz. Keyin yana yoz kelyapti, qish ketdi deganlar, yoz kelyapti, qishni g'amini yoz deydiganlar uchun. Tappa apparat 5. Tappa apparat 5 ekan bu. Ana. Tappa apparatlarimiz bor, katta partiya. Narxi 200 ming so'mdan qilib beramiz. Ana, 200 ming so'm. Tayyorlanib cheklamagan miqdorda. Alyuminlik kallasi sinmat bo'ladigan, xampasi sinmat bo'ladigan variantini 1 million 900 ming so'mdan qilib. Mana alyumin motor, bosh sinmat bo'ladigan varianti 1 million 900 ming so'mdan. 3.5 kilovat, 3.5 ming оборот Rubin motorlari. Ana, Rubin rossiyskiy. Kravat ham bitta videoda qilaylik. Shunday. Kravatlarimiz razmeri 3 ga 3, xohlagan stil, xohlagan razmerni shu internetdan tortib olib bizga tashlab bersa, ularni ham taxlab beramiz. Narxi qo'li bilan 3 million so'm. Hozir kecha. Ana 3 million so'm narxi. Yana xohlagan rasmni tashlaysizlar, o'sha sizga yoqqanini taxlab beradilar. Pod zakaz, to'g'rimi?
bo'lganda Ana. bu bittasini tayyorlab beramiz. Hozir bunimiz 3 ga 3 ikkita lagasi qo'yiladi. Rossiyskiy sasna taxtalar bilan 3 million so'm. Qo'lni tepasidagi taxtalar bilan, to'g'rimi? Peshkular dastavkasi. Ana, peshku bilan dastavkasi ichida. Boshqa joylarga yana kelishiladi dastavkasi. Bunimizni 3 ga 3, 3,5 ga 3,5, misol 5 ga 3 buni qarab. Xohlagan razmerni tayyorlab berasizlar. O'tgan bir 200 dan ortiq krava taxlab berganmiz. Shunday. Bundan oldin ham xuddi shunday yil davomida 200 ta 300 dan oshiq xonadonga aka biza kiritib o'sha yerda Shunday. taxlab berganmiz. O'zim ham olgan bu kishidan men. O'zdan olgan. Ha, shunday. Aka eng Ana bu har bitta narsani kulminatsiyasi zo'r joy. eng zo'ri. Buni Instagramda ishlagandan keyin qo'yasiz. Xudo xolasa. Bor, Instagramda ishlatib qo'yganlarimiz bor. Videoda bitta pressni yuborganda shu titib uspet qilib tashlab bilsangiz. Shunday. Shaganizni o'tkazib ketadigan, lekin bunga kattaroq maydon kerak. Ha. Chiqarib tashlaveradi. Katta fermer, chorvador odamlarga-da bu, to'g'rimi? Mana bunga o'xshagan bu samonni setkasi, yana shundan 3 xil setkasi donga yarmaga qo'ylar uchun setkalari beriladi. 6 xil setkasi buni ham beriladi. Motorimiz keladigan bo'lsa, 5 kilovatlik оборотli bilmadim, necha оборот bu. Kalaga sig'maydigan Katta оборотni, motorni qaranglar, 3 fazalik bo'ladi lekin bu. 3 fazalik katta, motori ham bir gantiradi ekan. ana, tomosha qiling, odam boshidan ham katta. Bunimizning narxini 13 million so'm emas, 12 million so'm qilamiz. Ana, Narxi 12 million so'm. 12 million so'm. Xoroboylab dastavkasi ichida. Ichida. Ana, bu daji bu xora bo'ylab dastavkasi ichida. Xoroboylab dastavkasi ichida. Fermer akalarga aka vizit. Shunday. 200 ta, 500 ta molli odamlarga Mingta bo'lsa ham bemalol. ana, udalaydi, ha? Fatma ishlatsangiz bo'ladi. Ana, Mis motor 15 kilovat. katta motor. Oxirlarimiz bo'lib O'tamiz endi, bu yoqqa o'tamiz. oxirlarimiz bor. Bu Tex varianti, shuni qovg'alik varianti bor. Ana. 220 ming so'mdan metri. Metri 220 ming. Shundaymi? Mana ashaddiy klientlarimiz 2015-yildan buyon shu oxirini boshlagan bo'lsak, o'zdan bizadan olgansiz. Bor hali bir qo'ylar bizga oluvdik, hali ishlab yuribdi, hech nima bo'lgani yo'q. 2015-yildan boshlab xalq xizmatida biz aka, xalqning do'stidan bo'lib yuribmiz. Oxirlarimiz cheklanmagan qildi. Qo'y oxirlarimiz 350 ming so'mdan donasi. Ana, cheklanmagan miqdorda bu yerda. Bu oxirlarimizni katta partiyasi yo'ldan u tomonga joyimizga berib, tovarimiz sig'magan uchun bu tomonga kelganimizda uni ham любой metrini topib beramiz. Narxlari 200 ming so'm, 220 ming so'm. 200 ming, 220 ming so'm. Metriga. Metriga. Dastavkasini kelishamiz. Chanalarimiz bor. Ana, chanalar. 5 yildan buyon menimcha davom ettiryapmiz. Bolor deydi. Tayyor mahsulot mana bu. Bilasiz? Ana, tayyora. Tayyori. Bu Bu razmerga bolorni joyida ishlatamiz, to'g'rimi? Ana, любой razmer. Misol bolorni 5 metrligi bo'lmaydi. shunday. 390, misol 380ligi topmaysiz. Buni любой razmerga biz tayyorlab beramiz. Xohlagan razmeringizni taxlab beradilar. Hozir kecha kunimizdagi narxi 125 ming so'm. Katta partiya oladiganlarga 120 ming so'mdan qilib beramiz. Metri, to'g'rimi? Metr. Ana, Dastavkasini kelishilgan holda. kelishilgan holda ana. Chanalar. Samoningiz uchun oxirlarimiz bor. Ana, 350 katta. ming so'mdan donasi. Samonni ivitish uchun, ha, to'g'rimi? Samoningiz uchun ha. Ana. Oxirlarimiz. Bundan tashqari arvachalarimiz bor. Ustalarimiz mana kuzovlarni Ana, tayyorlayapti. tachkalar taxlayaptilar yana. Tachkalar. Xohlagan narsangizni taxlab ham beradilar bu kerakli Temirdan ustalar. aka nima bo'lsa ham Ana, bor. shunday. Qabr ustiga qo'yiladigan pamyat. Ana, tepada. Rus tilida qabr ustiga qo'yiladigan Ana. mana bunaqa tayyor ogradkalar ham bor. Bor ana, kimga kerak bo'lsa, ana Kimga kerak bo'lsa telefon qilaverasizlar. Telefon qilaverasizlar. Xullas aka, bizada temir mahsulotini nima kerak bo'lsa, hammasidan konteynerni poli ham bor. Bu narsa ichkarida videoda ko'rsatib o'tolmadik. Ha, bor, ko'rdik. Bor. 350 ming so'm kattasi, 240 ga 1.16si, 0.63 ga 1.63 90 ming so'mdan donasi. Ana. Ulardan ham bor. Chanalarimiz, oxirlarimiz, kravatlar, tappa apparat, aravacha, mol oxir nima desangiz, Drabilka, hamma narsa bor. Hamma narsadan bor. Kelaverasizlar, Elxon Sharopov kanalidan ko'rib keldim deganlarga yana bonuslarni qilib beraveramiz. Shunday. Telefon raqamini ayting oxirida. 99lik 527 95 91, yana bitta raqam 99lik 589 26 25 raqamga bemalol murojaat Telefon qilib murojaat qilaverasizlar. 24 soat ishlaydi telefon raqamlari. qiling.